Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan ajoyib tenglama ko'rib chiqamiz. Boshladik. 64 ning x plus 1-chisi teng 8 ning minus x-chisi bo'lingan 16 ning 2 plus x-chisi. Birinchi navbatda barchasini ikki asosga keltirib olamiz. 64 ni 2 ning 6-chisi x plus 1 deb yozib olamiz. Va barobar 8 ni esa 2 ning 3-chisining minus x-chisi ko'rinishida yozib olamiz. Bo'lingan 16 ning, ya'ni 16 bu 2 ning 4-chisi. 2 plus x-chisi. Ana endi bularni ixchamlab olamiz. 2 ning 6-chisini x plus 1 ga ko'paytirsak, 2 ning 6x plus 6-chisi teng suratda 2 ning minus 3x-chisi, mahrajda esa 2 ning 8-chisi plus 4x bo'ladi. Ana endi asoslarimiz deyarli bir xil holatga kelib qoldi, lekin uni ixchamlashda davom etamiz. Ya'ni asoslari bir xil bo'lgan ko'rsatkichli tenglamada bo'linayotganda ko'rsatkichlar ayriladi. Ya'ni minus 3x minus qavs ichida 8 plus 4x. 2 ning 6x plus 6-chisi shu holatda turadi. Chunki biz o'ng tomonni ixchamlab olishimiz kerak. 2 ning minus 3x-chisi minus qavs ichkariga ham ta'sir qilib minus 8 minus 4x bo'lib chiqadi. 2 ning 6x plus 6-chisi barobar minus 3x bilan minus 4x da ixchamlab olamiz. Bu minus 7x ga teng minus 8. Ana endi asoslarimiz bir xil bo'ldi. Asoslarni tashlab ko'rsatkichlardan tenglamani topamiz. 6x plus 6 minus 7x minus 8. X'larni bir tomonga, sonlarni bir tomonga olamiz. 6x minus 7x plus bo'lib o'tadi. Minus 8 plus 6 esa minus bo'lib o'tadi. Ana endi 6x ga 7x ni qo'shsak 13x. Minus 8 dan minus 6 ni ayirsak, ya'ni minus 14 bo'ladi. X ni topish uchun minus 14 ni 13 ga bo'lamiz. Azizlar, mana javobimiz chiqdi. Bundan da qiziqarli misollar uchun obuna bo'ling va like bosing.